Аңлаватқаныңыз Америка yazgıcısı Toni Morrison qalamida bitgan Zulfiqar Barat tarjimasidagi dunyoviy mashhur asar Jon Qo'zam. Avtor Amerika yazgıcısı Toni Morrison. Tarjim qiluvchi Zulfiqar Barat. Ovozda Evigul Saydulla. Ovoz tahrir Komiljon Ibrohim. 2. qism. Ekinzorlikda 6 qul bor. Siz ularning orasidagi birdan-bir ayol zoti. Garnier xonim tul qilibla bo'g'ilib ketgan qarzlarini to'lash uchun Pauldining aksini setib etishga majbur bo'ldi. Angacha ekinzorlik xo'jayini Garnier apandining singlisining eri, maktab muallimi yetib kelib, ishlarni o'rinlashtirishga tushdi. Uning qag'allari shu bo'ldiki, Sherin uydagi 3 erni nobud qildi. Sesning po'latdek chaqnaydigan shahlo ko'zlaridagi nurni yo'qitib, uni o'tning yalqinini aks etkizib berolmaydigan cho'nqur ichki quduqqa aylantirib qo'ydi. Hozir Sesning ko'zi qaytadan chaqnashga boshladi. Chashlari bilan yiqishliq turgan yuzi sabablik Pauldi uningga ishonch qo'yib, ishkidan atlab kirdi. Tavrinib turgan qizil nurning ichiga qadam tashladi. Sesning deganlari to'g'ri. Bu qayg'u hasrat. Qizil nurdan o'tib ketayotganida Pauldi uzil kesil holda qayg'u hasrat to'lqiniga sho'ng'idi. Ichidan urg'ib chiqayotgan ochiq nidodan yo'ngrab yig'lig'isi keldi. Ustal atrofidagi yo'riqliq nihoyat yiroq ko'rinadi. Biroq u yig'lab tashlamasdan o'ngishli holda o'tib ketdi. Siz uning nihoyat osonlijon o'zginini hech qancha qiynalmaganini aytdingiz. Pauldi buni Sesning samiga soldi. U baby sagis emas. Ondaqdi kim? Mening qizim. 2 o'g'lim bilan birga avatib etilgani. U hayot qoldimi? Yo'q. Hozir yenimda men qochib chiqqan chaqda tex tug'ilmagan ashu qizim bor. O'g'illarım ketib qoldi. Ular baby sagis jon o'zishdan necha kun ilgari ketib qolgan. Pauldi o'zini qayg'u hasrat qo'yniga tortgan bayqi yerga qaradi. Qizil nur yo'qolgan. Biroq o'ksib yig'lagan bir ovoz uy ichiga tarqalib ketgan edi. Bir negr oyog'i chiqib, putlari harakatlangandan boshlabla ishqi yaraydigan bo'ldi. O'ltirgan vaqt bak uzoq bo'lib ketsa, birov har xil amonlarni ishlatib, bu putlarni bog'lamoqchi bo'ladi. Har nim bo'lsa, Sesning bolalari ketib qoldi. Pauldining ko'ngil ekranidan mushu o'ylar kechdi. Bu yerda er kishi yo'qmi? Yolg'iz turib bu yerda. Danver bilan turman. Bu bak yaxshi bo'pti. Ses Pauldining o'yini sezib, so'zini davomlashtirdi. Men shahardagi bir oshpozilda tamoq yeyman. Yana yep-yengni ishimni qilib qo'yaman. Pauldi bu chaqda heliq xotincha uxlash kiyimini esiga elib, ixtiyorsiz qaqoqlab kulyapti. Siz Sherin uyga kelgan chig'ida aran 13 yoshda edi. Tömür ko'zlari bor edi. Shuningdan boshlab u Garnier xonimga naq vaqtida sovg'a qilingan bo'yib bo'lib qoldi. Chunki Garnier apandining ulug' prinsipi bo'yicha Garnier apandi Xollining yakshanba kuni yaqin atrofdagi ekinzorlikqa berib ishlab pul tepishiga ruxsat qilgan. Buning badaliga Xolli opsi baby sagisning erkinligini setib olgan edi. Garnier xonim baby sagisdan ayrilgan edi. Sherin uydagi 5 er kishi yangi kelgan bu qizchaqni ko'rib, uningga cheqilmaslikni qaror qilishdi. Kuch-quvvati urg'ib turgan bu erkaklar ayol kishi bo'lmasa, g'ayri shakldagi qiliqsiz ishlarni qilishdan uyalmaydi. Gerçi ular Sesga erishish uchun o'zidan boshqa hamrohlarini urib yiqitishga tamoman qodir bo'lsa-mu, Sesning o'zlari orasidan birini tanlash uchun yanada ko'zlari to'mirga o'xshaydigan bu qizchaqa cheqilmadi. Ses saq 1 yil tanladi. Uzoq chidig'isiz 1 yilda ular Sesning nazarga ilinish uchun tirishdi. Sherin xiyol ilgida paxal ko'rib ustida u yoqdan bu yoqqa o'rilib qiynaldi. Zarqishqa to'lgan bu yil bosqinchilik qilish hayotining birdan-bir sovg'isi bo'lib qolgandek turadi. Shundaqdimi, ular bunday qilishdan yenib, o'zini tutib olishga majbur bo'ldi. Chunki ular Sherin uyning erkaklari.
ayol qullarning loyiq tanlashiga boshqa ekinzor xo'jayinlari kaskin qarshi turgan chog'da Garnier apandi er qullarim shundoq bo'lishiga taqat qilib turalaydi deb lab atgan odamlar mushu edi. Hammanglarning qo'li bor bo'ladi. Garnier apandi ashu xo'jayinlarga shundoq deydi. Yeshi kichiklari, yeshi cho'nglari, chataqchilari, yeligarlari, Şerin öydə bugünküçü boğan neger qullarimning hammasi azimatlar. Men ularni aşu holatida setib olgan. Ularni ashundaq yaramliq tarbiyalagan. Hammasi azimatlar. Xejilman Garnier. Negerlarda azimat yo'q. Sen qo'rqinchoq bo'lsang, ular azimat bo'lolmaydi. Sen o'zing azimat bo'la olsang, ondan neger qullarmi azimat bo'ladi. Xotinimning atrofini neger qullar qoplab ketishini yoqtirmayman. Bu cevap Garnier qiziqib kutayotgan inkas edi. Men xohlamayman, dedi u. Men xohlamayman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, mayli qo'shni bo'lsin, yot kishi bo'lsin, ushshaq tijoratchi bo'lsin va yoki qayni inisi bo'lsin, bir hazodan keyin buningdagi ma'nini tushunib oladi. Ondan bir hazo kaskin talash tartish bo'ladi. Ba'zida mushlashib ketadigan ahvollarmi yuz beradi. Biroq Garnier har qitim bosh ko'zi yeriq holda uyga qaytayotganida u kishilarga haqiqiy Kentakkining qandoq bo'ladiganligini bildirib qo'ygan bo'ladi. Mardlik va chechanlik uning neger qullarini azimatlar deb atishiga yetib oshadi. Ular Paul D. Garnier, Paul F. Garnier, Paul A. Garnier, Holly Sykes va Yavai Seksu hammasi 20 necha yoshlarda. Ayol zotiga yaqin berib baxmagan, qiliqsiz ishlarni va bosqinchilik qilishni ko'ngliga pukib yurgan yigitlar. Ko'ziga uyqu kelmasdan, pahal ko'rpida u yoqdan bu yoqqa o'rilib yangi kelgan qizchaqni Holly 5 yil ichidagi har yakshanba kuni ishlash badaliga qulluqdan ozod qilgan Baby Sagisning o'rniga kelgan qizchaqni kutishidir. Bu ish balkim sesning Hollyni tanlashiga sababchi bo'lgandir. 20 yoshlik bir yigitning opasini shunchalikmi yaxshi ko'rganlikdan, u da 5 yil har yakshanba kunidan voz kechib, opasining yangi holatda o'ltirishini umid qilishi sesning uni tanlashidagi sabab ekanligi aniq. Ses 1 yil saqladi. Sherin uydagi yigitlarmi uni saqlagan ashu 1 yil ichida ich pushqini inakdan chiqardi. Ses Hollyni tanladi. Ses uning bilan tunji qo'shilish uchun o'g'irliqcha o'ziga bir ko'nglik tikdi. Yana 1 yil saqlasangiz bo'lmasmidi? Eshkimmi bir kunni 18 yildek o'tkazolmaydi. Ular o'ltirgan uy qorong'u. Oq rangli pallampay 2-chi qavatdagi ko'kish rangli tam qog'ozigacha so'zilgan. Paul D. pallampay tutashgan tam qog'ozini dalli ko'raladi. Ko'k rangli ko'rinish ustidagi shivirg'anliq ko'rinishga seriq rangli to'qchilar ustuliq bilan kirishtirib etilgan edi. Parqirab turgan oq pallampay va oq reshatka uning diqqatini tortdi. Paul shunday his qildiki, pallampay tarafdagi havo kishini masxush qiladi. Shundaqla sal shalong edi. Biroq pallampay tarafdan kelgan qo'ng'ir terilik semizg'ini qizchaqning turqidan sazgurlik chiqib turadi. Paul qizchaqni ko'rib sesga qarab qo'ydi. Ses kulginicha: "Mana bu mening Danverim. Bu bo'lsa Sherin uydagi Paul suyumligim", dedi. "Xayrli sahar, deyapandi." "Garnier qo'zam, Paul Garnier." "Bildim, deyapandi." "Sizni ko'rganimdan xushalman. Oldingi qitim opingizni ko'rganimda siz tek qo'saq dedingiz. Ha deb opingizning qo'sqini teshig'i ittirgili turib tikansiz. Bugungi shundoq. Agar u qaytib kiradigan bo'lsa, yana shundoq qiladi." Ses kulib turib shundoq dedi. Eng tuvanki peshtaxtda turgan Danver to'satdan qizirib tatirib ketdi. Uzoqdan beri hech kim, yaxshi ko'ngillik oq tanlik ayol, pop, notiq va yoki gazetxona muxbiri qatorliqlardan hech qaysi mushu ustalning yanida o'ltirib boqmagan edi. Ularning chiroyidagi bezorlik, ularning esidoshlik talaffuzidagi gaplarining yolg'on ekanligini isbotlab beradi.
Baby Momay o'lib ketishdan uzoq vaqt ilgari 12 yildan beri hech kim ularni yo'qlab kelib boqmagan edi. Albatta, ularning do'st yoralari yo'q edi. Negerlarmi yo'q edi. Bundaq uzun chashliq, qo'ng'ir ranglik xotir daftar, ko'mir, apelsin va bir quchoq masalalarning hech qaysisi yo'q edi. Uning apsi paranglashni xohlaydigan birmi odam. Hatto u putlarini yalang'ochlagandimi, uning bilan paranglashadigan birmi odam yo'q edi. Amdilikda apsi qarmoqqa uzoqdan beri Denver ko'nib ketgan xonis sifat eg'ir besiq ayoldan o'zgarib, yosh qizchaqlarga o'xshab qog'ili turdi. U eg'ir besiq ayol bir narsalardan ko'zini ilib qochmaydigan ayol edi. Uning apsi xonis sifat bu ayol Savir restoranining oldida baytal bir kishini tepib o'ldirib qo'yganini, Mekijinning o'z bolasini yeb ketayotganini ko'rgandimi, yuzini ilib qochmagan edi. Ash qitim jintak sesning uyidagi it buvaqning arvoyi tarbidan tamg'i zarb bilan urilib, ikki puti sunganda ko'zlari chachirab chiqib, butun badallari tortishib, tilini tishlab yara qilib atgandimi, uning apsi shirkanmasdan qarab turgan edi. Apsi itni bozg'an bilan birini urib hushidan ketkizib etib, itning og'zidagi ko'pik va badanlaridagi qonni surtib chiqarib etib, ko'zini joyiga silib, putlarini tengib qo'ydi. Keyinchi it saqaygan bo'lsa-mu, ovozi chiqmadi. Joyiga tushmagan agmash putlari sababidan emas, yaxshi ko'rolmaydigan ko'zlari sabablik yo'lmansi titrab aran mangdigan bo'lib qoldi. Mayli qish, mayli yoz bo'lsin, havo yaxshi yoki judulliq bo'lsin, jintak ikkinchilab uyga kirmadi. Uni uyga kirgizgili bo'lmadi. Ayni chaqda og'riq azobidan asabiylashib ketgan itni sallimiza saqaytishga uringan bu ayol putlarini olmag'anicha tavrinib o'ldirmoqda. Uning ko'ziga qizining taqi-turqi sig'magandek ko'z chenini qizidan yo'tkib oldi. Ses bilan Pauldi ikkilisi oyoq kiymagan. Ular ham qiziqsingan, ham xijil bo'lishgan holatda. Amdilikda Denver yolg'iz qoldi. Ashu ayrilishlar, boshda aqllari, ondan momisining ketib qelishi uning uchun bakma eg'ir yo'qotish bo'ldi. Amdilikda uni cho'ri deb elib o'yin o'ynashadigan, koridorning reshatkasini teqimi bilan qisib turib pulanglashib o'ynaydigan balalardan hech qaysisi yo'q. Shundaqdimi, apsi hozirqidek yuzini boshqa yoqqa burib elib, Denverni talpindirmasa. Bu vaqtning arvohidagi nafratning ifodasi bo'lgan zarqish ilkidagi talpinishdan yuzini o'rib olmasala, bularning karohati chog'liq. "O chiroyli qiz bo'pti", dedi Pauldi. Mangzillari dadisini tatibdi. "Dadamni tanimsiz?" "Taniyman, obdan taniyman." "Shundaqmi, xonim?" Denver o'z qiziqishini zo'rg'a besib elib, shundaq dedi. "U albatta dadangizni taniydi. Uni Sherin uyning odami demaganmidim sizga?" Denver birinchi pashtaxtda o'ltirdi. Uning o'ltirishi uchun buningdan yaxshiroq joyi yo'q. Ular ses bilan Pauldi bir jup bo'ldi. "Sizning dadangiz Sherin uy deganga o'xshash Denverga emas, o'zlariga munosabatli gaplarni qilishyotdi. Mundaqcha aytganda, dadasining yo'qolib ketishi Denver bilan munosabatsiz. Yo'qolib ketish eng avval momisi Baby Sagisga tava bo'lish kerak. Momisi o'zini ashu yerdan setib elib, azod qilgan o'g'li uchun eng cho'nqur motam tutish kerak. Ikkinchi qadamda ondan xalli sesning yo'qolib ketgan eri. Mana hozir Denverning dadasi xalli mono qo'ng'ir terilik notunish odamning yo'qolib ketgan do'sti bo'lib chiqdi. Faqat ashu Sherin uydagi kishilarla uning dadasini asliyalaydigandek turdi. Mana hozir bular past ovozda uning dadasi to'g'riliq so'zlagach, bir-biriga tikilishib, ko'zlarini aram toptirmoqda. Denver bu vaqtning arvohiga yana bir qaytim nazar soldi. Ilgari uni charchitib holidan ketkizib etadigan bu arvohning nafrati amdilikda uni ruhlantirmoqda. "Bizning uyda jin bor." Denverning bu gapi o'nim berdi. Endi ses bilan Pauldi bir jup bo'lanmay qoldi. Apsimi putlarini langishitishdan va qizlarcha noz qilishdan to'xtadi.
Şerin öy to'g'risidagi aslamalar opsi qizlarcha noz qilayotgan ashu er kishining xiyolidan asta g'oyib bo'ldi. Er kishi beshini ko'tarib, Danverning kaynidagi parqiroq oq pallambaga qarab qo'ydi. "Men buni opingizdan angladim. Opingizning deyishicha, u razillik emas, hasrat ekan." "Undaq emas, efendi. U razillikmi emas, hasratmi emas?" "Undaqda u nima? Adolatsizlik, tanholik va adolatsizlik." "Rost shundaqmi?" Pauli beshini burab, sesdan so'radi. "G'ayriblikmi, emasmi, men buningga bir nima deyolmayman. G'azab, nafrat bo'lishi mumkin. Lekin u har doim biz bilan birga tursa, men uni hargizmi g'ayrib deb o'ylamayman." "Sizda cho'qim uningga keraklik bir narsa bor. U faqatli bir bola xolos", dedi siz mo'rsini qisib qo'yib. "U mening hadam", dedi Danver. "U mushu uyda o'lgan." Pauli saqilini silab qo'ydi. Şerin uyning orqasidan mengib yuradigan beshi yo'q kelinchak esimga kelib qoldi. "Esingizda bormi siz? U har qachon ashu o'rmonda aylanib yuradi. Qandaqmi unutib qolay? Odamni bakmi bezor qiladi." "Nima uchun Şerin uydan qochib chiqqan hammanglar? Şerin uyni og'zinglardan tushirmaysizlar. U rostila Şerin bo'lgandikin, sizlarning shu yerda turaverganinglar yaxshikan-to'q." "Qizjoq, kimga gap qilyapsiz?" dedi siz. Pauli qaqaqlab kulib ketdi. "Shundoq, to'g'ri. Uning degini to'g'ri siz. U joy Şerinmi emas, shundoqla uymi emas." Pauli shundoq deb beshini chayqadi. "Biroq u ilgari biz turgan joy", dedi siz. "Ko'pchilik birga bo'lsaqla, xohlamasligimizdan qat'iy nazar uni tilga olamiz." Siz bilinar-bilinmas titrab ketdi. Beligining terisi g'o'shmaklashdi. Ondan aldirab-saldirabla tuzashtirib oldi. "O'choqqa o't yiqing, Danver. Do'stimiz kelganda yaxshi kutmasak bo'lmaydi. Men uchun avora bo'lmanglar. Bo'lki pishirganga avorchilik ketmaydi. Qolganlari men oshbuzildan og'ash kelgan narsalar. Tang sahardan chinqi tushkicha ishlab, oralli tamoq og'ash kelalayman. Muqobiliqiga o'ch emassiz." "U menga o'ch bo'lmasala, men uningga o'ch emas." "Yana keldi" deb o'yladi Danver. U ularga dummisini qilib, o'tinga o't yoqdi. O't o'chib qog'ili tas qoldi. "Nemishqa bu yerda qo'nib qolmaysiz, Garnier efendi? Bundaq bo'lganda ikkinglar kecha Şerin uy to'g'riliq qong'uch paranglasha olaysizlar emasmi?" Siz shu hamon 2-3 qadam chamdab o'choq beshiga bordi. Danverning yoqasidan tutishdan ilgarila qizchaq yig'lavatdi. "Sizga nima bo'ldi? Sizning bundaq beg'arazlik qilganligingizni men azaldan ko'rib boqmagan." "Uning bilan koringiz bo'lmasin. Men bir notanish odam. Men dal shuni deyapman. Notanish kishilarga nima bundaq adabsizlik qilgan ba? Voy qo'zam, nemish bo'ldi? Sizga zodi nima bo'ldi?" "Chidg'uchilikim qolmadi. Chidg'uchilikim qolmadi." Nimaga chidg'uchiligingiz qolmadi? "Bu yerda turishga chidg'uchilikim qolmadi. Boradiganga yerim, qiladiganga ishim yo'q. Bu yerda turishga chidg'uchilikim qolmadi. Hech kim biz bilan gaplashmaydi. Bu yerga hech kim kelmaydi. O'g'illar menga o'ch, qizlarni menga o'ch." "Voy jinim bolam, hech kim bizga gap qilmaydi degani nemish? Mush uy sababli kishilar." "Bu uy emas, biz. Yo'qsiz. Danver." "Bo'ldi qiling siz. Kichkina bir qizning jilliq uyda turmoqi oson emas. Haqiqatan oson emas. Ba'zi ishlardan osonroq dexi. O'ylab beqing siz. Men jiq issiq sovuqni beshimdan o'tkazgan odam. Menga nisbatan hech bir ish yangilik emas. Lekin sizga nisbatan buni oson emas deyapman. Balkim ko'chib ketishinglar kerakdi. Bu kimning uyi?" Nazarini Danverning do'lasidan yo'tkab, Pauliga sovuqqina tikildi. "Buning bilan nima koringiz? Ular sizni ketgili qo'ymamdi." "Yo'q. Siz ko'chmayman, ketmayman. Mush yer hammada yaxshi. Bu bola yili sarang, yili o'ng bo'lib elishib qolganda yursa, siz uchun hech gap emas, shundaqmi?" Uy ichida bir nas quturgandek bo'ldi. Bir hazo jimjitlikdan keyin ses yana gap boshladi. "Dumbamda bir tip daraxt bor. Uyimizda jin bor. Bag'rimdagi qizimdan bilak hech nimam yo'q.
Әмді қашмаймен, еш жерге қашмаймен. Әмді әргізмі дүниядегі әрқандақ бір yerden қашмаймен. Қечіп бірдемден кейілі билет елішім керек. Sizge şunu dep koyay Paul D. Garner. Kira haqqı bək qimmat anlab atamsız. Bilet bək qimmat. Endi o'ltirib biz bilan birga tamoq yeng. Bummiz keting. Paul D. jiletkisining yanchuqidan kichikkina bir tamoq xaltasini chiqardi. Bütün diqqati bilan xalta ichidagi tamoqiga va xaltaning eg'izini bo'g'digan yipga qarab o'ltirib ketdi. Siz Danverni u o'ltirgan dalan uydan yataq uyga akirib ketdi. Paul Dida tamoq o'raydigan qog'oz qolmagan edi. U tamoq xaltasini o'ynag'ach, echiq turgan eshik tarafga zan qo'yib, sesning Danverni papilishiga quloq soldi. Ses qaytib chiqqanida Paul Dining tikilib qarashidan o'zini chatga elib, o'dil o'choq beshidagi kichik ambalning yeniga keldi. Uningga do'mbisini qilib turdi. Shuning bilan u sesning chiroyidagi g'am andishiga nazar selishdan to'xtab, uning chashlariga qarab huzurlanishga boshladi. Do'mmingizdagi nima darax? Ha? Siz ambal ustiga bir chinini qo'yib, ambalning osti tarafdan 10 ilishqa tamshaldi. Do'mbingizga bir narsa o'sib qoldimi? Lekin men do'mbingizda bir narsaning o'sib qolganini bayqamadim. Qandaq bo'lsa o'xshashqo. Do'mbingizda daraxt bor deb kim dedi? Yiliqi oq tanli qizchaq. U shundaq degan. Ilgari uni zodil uchirtib baxmagan ekanman. Buningdan keyin uchirtib qilishim mumkin emas. Biroq u shundaq dedi. Bir tüp qaqshal gilas darxi. G'oli, shaxlari, yana yupurmoqlarimi bor. Kichikkina qaqshal gilas darxi. Biroq u 18 yil ilgirgi ish. Hozir balkim gilaslama pishib ketgandir. Siz ko'rsatkich barmoqini og'ziga selib namdidi-da, tezlik bilan barmoqini o'choqqa takkizib qo'ydi. Ondan uni zumchak dövləyə bölüb, arasıdan qurt izləşə başladı. O heç nima tapamadi. Alqınığı soda və tuz töküb, ularını onğa arlaşdırdı. O yana bir konserva qutusunu tapdı. Onundan çangılığı yerim kəgüdək may elib, onğa arlaşdırdı. Ondan sol qolu bilan suv qo'ydi. Shundaq qilib, uni xemirga aylandırdı. O'chaqda sütüm so'g'ilmagan edi, dedi siz. Danverga eg'riyoq bo'lsam-mu, jon qo'zamni emitishga sütüm bor edi. Jon qo'zamdan va xovart bilan bo'g'lardan ayrilgan shu chaqgacha men izchil jon qo'zamni emitib kelgan edim. Siz no'g'ush bilan xemirni yeyishga boshladi. U buni bilib qilishdan ilgari bu ishni hech kim bilmaydi. U sütning kiyimlarimga sirg'ib ketganligini ko'rib qoldi. Mening hech qanday amalim yo'q edi. Men faqat o'zimning yurak baram uchun sütümni berayotganligimni bilatdim. Hech kim uni menga o'xshash emdiranmaydi. Hech kim menga o'xshash u emib to'yganda amchakdan osti ayirib olishni bilmaydi. Hech kim uning quchqimda yotganda kekirdiganligini bilmaydi. Agar uni do'lingizga mindirib olsangiz, hargizmi kekiranmaydi. Mendan boshqa hech kim bilmaydi. Mendan boshqa hech kim uni emgizib baxmagan. Uningga süt berib baxmagan. Men harvaga o'ltirib qaşmoqchi bo'lgan xotinlarga raxtga shakar suyini tekkizib, uningga sho'ritishni tapilab qo'ygan. Shunda qilgandila, uning meni unutib qolmaydiganligini, sütüm kelganda ularning kaynidila yetib boradiganligimni aytgan edim. Biz erlar unchola ko'p ishlarni bilmasakmi, lekin amchakdagi bir buvoqning opasidan uzoq vaqt ayrilib tursa bo'lmaydiganligini obdan bilamiz. Paul D. shundaq degach tamoq xaltasini jiletkisining yanchuqiga soldi. Erlar ko'k sütga to'lgan xotinni balasidan ayirib etishning qanday bo'ladiganligini bilish kerak edi. Voy biz bir tüp daraxtning gapini qilishdik siz. Siz bilan ayrilgandan keyin heliqi ikkisi yenimga kelib sütümni bulab ketdi. Ular shuning uchun kelgan ekan. Meni besib turib sütümni sho'rab ketishdi. O ikkisi ustidan Garner xonimga arz qildim. Garner xonim gap qilamadi, lekin uning ko'zlaridan yosh quyildi. O ikkisi mening Garner xonimga shikoyat qilganimni bilib qopdi. Muallim bir ablahga dumbamni yara qilib etishga buyurdi. Yara saqaygandan keyin dumbamda bir daraxt paydo bo'ldi.
Hozir u daraxt o'sib yotidi. Ular sizni qamchi bilan urdimi? Yana mening sutimni bulashdi. Eg'riq tursingizmi urdimi? Sutimni bulab ketishdi. Xemirlar sapliq qozonga tizildi. Ses yana bir qatim ko'rsatkish barmoqini ho'l qilib o'choqqa takkizib qo'ydi. U duxovkaning eshigini ochib xemirlarni ichiga soldi. Duxovkaning o'tdek qiziq taptidan amdila o'zini tortib turishiga kaynidagi Pauldining qo'llarining ko'ksi ostida harakatlanayotganligini sezdi. Ses qaddini rusladi. Pauldining yuzi o'zining dumbisidagi daraxtlarga surkilayotgandimi, uningda hech qanday sezim bo'lmadi. İkinci qism mush yerda tamam. Davomini Tilbayon supimizdan anglag'aysizlar. Abdur Amerika yozuvchi Toni Morrison. Tarjim qiluvchi Zulfiqar Barat. Ovozda Evigul Saydulla. Ovoz tahrir Kamil